Hazır bir yerde Cungo teslim boldurgen bir ağız gap yok. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump yo'l qo'ydi. Cungo'nun şirketi, fen texniki şirketi Zhongshini jazolamaydigan bo'ldi. Ajoyib gaplar ha vatandoshim. Amerika taraf, Cungo taraf vakilining kelar hafta Washingtonga ziyorat kelishini arzu qildi. Chunki 5-oyning 14-kuni, ya'ni haftaning 1-kuni muhim bir kun. Davlat Majlisi guvohlik berish yig'ini chaqirdi. 50 milyard dollarlik tamojna beji 301-modda bo'yicha baj elish asosan ko'pchilikning fikrini oldi. Bu ishni 5-oyning 22-kunlarigacha jamoat muhokama qiladigan kunlar. Demak, Liu He 15-kuni kelishdan burun 14-kun dal bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi guvohlik olish kerak. 550 milyard dollarlik bajni olamizmi, olmaymizmi? Bu ommaning fikri qilib, ommadan jamoat fikridan so'rayotdi mana Amerika demokratik davlat. Diqqat qiling vatandoshim. Agar shunday masala bo'lsa, Xitoy degan sizdan bir jumla so'zni so'rab boqqandi. Yo'q, unda gap yo'q, unda gap yo'q, vatandoshim, unda gap yo'q. Xitoydan bunday demokratik tuzumni kutgani bo'lmaydi. Demek hozir endi qaraganda bugun Amerika Kongressida Davlat Majlisi shu yig'in o'tkazilyapti yo'q, bilmadim, yoki bekor qilindimi yoki bilmadim. Biroq bundan avval yana Liu He Beijingga Washington ziyorat qilishdan burun bu yig'in ochilishi kerak. Yoki yig'in ochilib bo'lgandan keyin taklif qilinishi kerak, yoki Liu He ketgandan keyin yig'in ochilishi kerak bu yoki qanday. Hozir ochilyapti, bundan xabarim yo'q bugun. Guvohlik berish yig'inining arifisi Cungo harbiy qo'shin shaharga qistab kelganda tuziladigan kelishimni qabul qilamdi. Bu qisqacha bir turaqliq ibora. Harbiy qo'shin shaharga qistab kelganda tuziladigan kelishimni Cungo qabul qilamdi. Ya'ni Amerikada hukumat doiralari tez bo'lganda bir qancha kundan keyin Cungoda boj elishni amaliylashtirilamdi yo'q. Masalan, 6-oydan boshlab ijro qilish kerak. Bunu amaliyleştiremdi yok. Şuna Amerika taraf Cungo tuvarlarına baş koyuşunun şu dakikaları da. Cungo Amerika'ya sohbet üstünlüğü yakın gelip Amerika Cungo'nun şartlarını kabul kılışkı mecburluş gerek. Del müşküllerde Amerika Cungo hükümetini sohbet üstünlüğü çakırıp gelip üstelde kıstap durup şartlarını kabul kılırsan da mecburlaş gerek değil. Davlat Majlisi açılmoqchi bo'lgan guvohlik berish yig'inining maqsadi shu. Liu He'ning Washington kelishni kechiktirib, bir hafta kechiktirib, 15-kundan boshlab Washingtonga ziyorat qilsang bo'ladi degani shu. Lekin bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari o'ttirib qo'ydigan shart nima? Jungoga ishlatadigan besim nima? Bu oshkora emas. Bu albatta qo'shin shaharga qistab kelganda ustal atrofida Amerikaning shartini qabul qilishga majburlashdan derak bo'ldi. Demak, umumlashtirib aytganda holingiz shu. Holingiz betar. Shu kunga kelib qoldingiz, ya'ni qo'shin shaharga qistab kelganda kelishim tuzimiz, to'xtam tuzimiz, va'da berisiz, obusiz qilamiz degan gap. Bu demak majburlash xarakterlik ish degan gap. Ben boshda aytdim ku. Amerika o'ltir desa, o'ltirsiz, o'rningizdan dasturingiz dastursiz, boshqa yo'l yo'q. Cungo bu besimning hayvestin ehtiyot qilyapti. Ya'ni 2020-yildan burun savdo qizil raqamini 200 milliard dollarga azaytish bu shartni ikkinchi qatimliq suhbat bilan yoki bir ikki qatimliq suhbat bilan hal qilg'ili bo'ladigan ish emas. Shunga Cungo ehtiyot qilyapti. Cungo ehtiyot qilyapti. Liu He ziyorat qilamdi. Kelgisi 2 kun. Amerika Cungo keskin elishadigan bir kunda. Demak 15-kuni keladi dedi bizga 14. Mana bu keskin elishma oxirlashdi sababi hozir prezident Trump Cungo'ning Zhongshing shirkatini jazolashdan amaldan qoldirdi. Shunga qaraganda bu yerda yo'l qo'yish bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'ydi. Prezident Trump yo'l qo'ydi. Jungo nimaga yo'l qo'ydi? Bu masalani topshirmamsizlar jahonga, dunyoga, ey hukumatlar, ey. Cho'ng davlat hukumatlari to'g'ri jahonga topshirsangiz biz xabardor bo'lmaymizmi? 15-kuni keladi dedi bizga 14. Mana bu keskin elishma oxirlashdi sababi hozir prezident Trump Cungo'ning Zhongshing shirkatini jazolashdan amaldan qoldirdi. Shunga qaraganda bu yerda yo'l qo'yish bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'ydi. Prezident Trump yo'l qo'ydi. Jungo nimaga yo'l qo'ydi? Bu masalani topshirmamsizlar jahonga, ey hukumatlar, ey. Cho'ng davlat hukumatlari to'g'ri jahonga topshirsangiz biz xabardor bo'lmaymizmi?
Dünya Cungo nimaga yo'l qo'ydi? Gap mana shu. El işi de bir gündür demek, el işi sahası Qaraganda tamamlandı degan gap. Cungo yaxshi shartlarga erishishga urinib boqadi. Hozir ziyorat kelmamdi, ko'z yetishga to'g'ri keldi. Bugun xabarimiz oxirlashdi, jarayonni so'zlab berdik. Nimishqa oxirlashdi? 15-kuni Liuxi Washingtonga ziyorat kelgan bo'ldi. Jungoning savdo vakili Liuxi degan. Bu qatım söhbəti nimələr sözləşildi, nimələr oturuq qoyuldu. Məsələn, nə deyildi? Pul müamilə. Şirkətlərinin Cungoda bazarga kirib rəqabətliş yollarını muvaffaq dərəcədə keçib etdi. Biz ötkəndə Cungo Mərkəzi Bankasının başlığı Yiganın nə deganligini sizlərə sözləgən idik. Pul müamilə sahəsini keçib etdi. Strahvaniya sahəsini keçib etdi. Çət əl şirkətlərinin bu şirkətlərə məbləğ səlişi. Ahir nima degan to'q o'tgan so'zimiz davomli takrorlayapmiz vatandoshim. Bu yer degan edikki, Jungo echib yetadigan mushu sohalar pul muomala, isrof va boshqa sohalarning hammasi bu tuzum xarakterli sohalar. Ya'ni Jungoning siyosiy tuzumi sohalari desin bo'ladi. Shunga bu yerni echib yetish Jungoning siyosiy tuzumini isloh qilish yoki o'zgartirishdan derak biramdi yo'q. Demek bu yerga chet el kapitali dollar kiryapti bu sohalarga. Endi sening siyosating, siyosiy tuzuming qanday bo'ladi? Bu masala Jungo uchun intayin og'ir masala degan edi. Bugun hozir biz mana shu qiltamanga, ya'ni shu sirot ko'rigiga yetib kelgandek bir vaziyatga Jungo tarafdan bir vaziyat kelib qolganligini, dunyo vaziyati boshqa so'zlagandek ham Amerika Jungo vaziyatining Moşundaq bir vaziyat kelib qolganligini mush jumladan ko'rib olsangiz bo'ldi vatandoshim. Balki Amerika cho'ng davlatning balki Amerika kechiringlar, Johnson shirkatini jazolashni tartib selishni o'ylash. Men bu tuniga shundaq degan, bugun o'ylashdi prezident Trump jazolamayman Johnson shirkatini. Qatarliq o'ylashdi bu qatning suhbatning akt taraqqiyoti. New York Vaqt gazeti maxsus to'y yozdi Friedman mundaq hisobladi. Jungo Amerika suhbati yolg'iz savdo talash tortishlarni hal qiladigan suhbatlar emas. Bugun Johnson makatda deyli jazolamoqchi bo'lgan Huawei'ni jazolashni amaldan qoldirishi mumkin deyli. Hozir boshda tushundirdik vosita va maqsad va vosita. Ba'zida vosita maqsad bo'lib qoladi, ba'zida vosita bilan maqsad ayrilib ketadi deb tushundirdik. Hozir bu yerda Friedman maqsadda yozgan Friedman nima deydi? Jungo Amerika savdo suhbati yolg'iz savdo talash tortishlarni hal qiladigan suhbatlar emas. Balki Amerika Jungo ikki cho'ng iqtisod gavdasining o'zaro iqtisod va huquq prinsiplarini qaytadan belgilaydigan kurashlar. Bu yerga huquq prinsiplari nima? Xalqaro ishlarda sening o'rning qayerda? Xalqaro ishlarda qaysi ishlarga aralashsan, aralashmaysan degandek ma'nolarni deyli. Hozir Friedman nima deydi? Suhbatlar emas, yolg'iz savdo tijorat masalasi emas. Balki Amerika Jungo ikki cho'ng iqtisod gavdasining o'zaro iqtisod va huquq prinsiplarini qaytadan belgilaydigan kurashlar. Bu söz esingizde bo'lsa vatandoshim. Hali vositalar o'zgarib turdi, ma gap esingizde bo'lsa vatandoshim. Men demedim New York Vaqt gazetining maxsus to'y yozg'isi Friedman davom. Bu yolg'iz savdo va tamoyda bejiga munosabatlik emas, balki kelgusiga texmo munosabatlikdir. Ya'ni kelgusida dunyoga kim hukmronlik, kim rahbarlik, mayli fan texnika, mayli iqtisod, mayli savdo tijorat sohasi dunyoga kim rahbarlik qiladi deyman. Jungo hozir talashayotgan masalamush. Demak, sen bugun taslim bo'lsang, yalla Amerikaning rahbarlik o'rnini e'tirof qilasan. Friedman mundaq hisobladi. Hozir balki vaqt Jungo iqtisodini va Jungoning g'arb bilan bo'lgan munosabatlarini belgilaydigan tarixiy
halkılık paytlar. Dikkat vatandaş. Öğretmen mındaq hesapları New York vaqt gezisi məxsus tay yazğıcı. Hazır belki vaqt. Cungo iqtisadını ve Cungo'nun Garp bilen bolgan münasebetlerini belgileydigan tarihi halkılık bir paytlar. Amerika'nın birinci ve en mühim vazifesi ittifakdaşlarını texemi ittifaklaştırıp Cungo'nu doğru taraqqiyat yoluga ilgerletiş. Herkesmin soda meselesi de ittifakdaşlardan yiraklaştırıp ötüş emas. Cungo iqtisadi gavda jihatda Amerika'nın yalğız kurash qilish mümkün emas. Cungo iqtisada qaraganda yalğız Amerika'da kurash qilish mümkün emas. Amerika ittifakdaşlar bilan ittifaqlashish kerak deb ko'rishdi Piritman. Lekin a başdagi gap halqılık payt yetib keldi. Cungo'nun Garp bilan bo'lgan munosabatini va uning hozirgi iqtisadi o'rnini belgileydiği vakit yetip geldiğiydi. Endilikti yani bir haber vatandaşım. Biz başta ettik 6. ayının 12. günü Prezident Trump bilen Çavuşen'in başlığı Kim Jong-un Singapur'da görüşüyordu dedi. Endi haber Pyongyang'dan tartıp Singapur'gacha Prezident Trump muhim ötkelden ötüşte g'alaba qildi. Mavzulu haber 5. ayının 18. günü Doyutor betida e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. 3. ayının 8. günü Çavuşen'nin oliy rahbari Kim Jong-un ko'rishishga qo'shilib, Prezident Trump bilan ko'rishishga qo'shilib, 5. ayının 11. günü Tibet'te fikir qoldirib, Kim Jong-un bilan ko'rishadigan vaqt va o'rinni plan qilguncha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Çavuşen meselesi de dünya cemaatinin arzusunu kandırdı. Cemaat fikrini zor derecede özüge karattı. Cemaat fikri de g'alaba qildi. Demek bu hem Singapur'da ko'rishadigan bo'ldi. Mana shunda g'alaba qildi dedi. Naytim muvaffaqiyatli bir meydan siyasi san'atni ishga oshirdi Prezident Trump. Endilikki yani bir haber. Bu haberini anlatsak mı buldu, anlatmasak mı buldu. Lekin bunun da bir jarayan var. Bunun sebebi nima desanlar, bunun qo'yilgan mavzumandaqkan Liu He bilan Wang Qishanning Amerikani ziyorat qilishida o'zgarish paydo bo'ldi. Amerika'nın ichki qismidagi talash tartishlar mavzular xabar. Bunu anlatmayli bo'ldi. Başta qisman so'zlab bo'ldik. Endilikki ma xabarga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. İsrailiya bilan İran o'rtasida zo'r ko'lamda urush portlashini chetga qilib bo'lmaydi. Mavzular xabar 5. ayning 10. günü Rossiya sun'iy hamro agentligi e'lon qilindi.